Man Xolmuhammedov Saidullo Jumaydullaevich, revmatolog vrachman. Doktor Odiljon klinikasida 5 yildan beri revmatolog vrach vazifasida ishlab kelyapman. Biz revmatologiyadagi asosiy kasalliklar sistemali qizil bo'richa, osteoartroz, seronegativ revmatoidniy artrit, seropozitiv revmatoidniy artrit, revmatologiya yo'nalishdagi ko'plab kasalliklarni ustozimiz Odil aka bilan davolab shug'ullanib kelyapmiz. Bu sohada yangiliklar bo'layotgan bo'g'imlarda revmatoidniy asoratlar, ankilozlovchi spondiloartrit, artroz, ganaartroz, ko'ksa artroz, baland darajalari, aseptik nekroz, son suyagini boshchasini yemirilishi, zamonaviy yangi texnologiyalar bilan qo'shimcha sustavda o'ziga qo'shimchalar qilish, plazma terapiya, yog' quyish, qorin osti yog' kletchatkasidan yangi hujayralarni ko'chirib o'tkazish, yangi amaliyotlarni tatbiq qilib bemorlarimizni davolab kelyapmiz.